Ba'zi odamlarda bitta yomon odat bor, mashinaga qarab muomala qiladi, kiyim-kechiga qarab muomala qiladi yoki siz samimiylingizga qarab, o'shanga qarab yomon muomalada bo'lishi ehtimoli bor. Lekin bu xatoligini bitta mashina bilan sizlarga isbotlab bermoqchiman. Ko'rishingiz mumkin, Volkswagen Touareg ko'rinishidan oddiy, ko'rinishidan bir soddaroq odam mashinasi deb o'ylashingiz mumkin. Sirasi orqa tomonga bitta o'tamiz. Masala hal bo'ldi. Birinchi masalani yechib oldik. 3.7, 2.9 bo'ldi, yechildi va hozir bir narsaga ahamiyat berdinglarmi yo'qmi? V obrazli emas, W obrazli 12 silindr. Mabodo undan o'tib yo'lni siqmoqchi, nimadir qilmoqchi bo'lganlar uchun ehtiyot bo'linglar. Sizlar bilan bitta yo'lda yurgan odam mashinasini kapotini ostida sizlar kutmagan holat bo'lishi mumkin. 6 litrli tasavvur qiling. Bitta kuzov qarab, hozir bosib o'tib ketaman, yo nimadir siqib qo'yaman deb o'ylashingiz mumkin, lekin xato o'ylashinglar katta ehtimol. W obrazli 12 silindr, 6 litrli motor, 450 ot kuchi, tasavvur qiling, Mustanglar bilan почти bir xil. 450 ot kuchi, bu juda ham katta degani, tasavvur qiling. Hech to'g'rilar 150, 200 ot kuchi bo'ladi ba'zi mashinalarda, lekin zo'rman deganlarda, lekin 450 ot kuchi, 650 Nm. Bu degani mana shu godani smeli tortaman degani. Nm mana shu narsa uchun kerak. Ot kuchi qo'zg'alishga Nm mana bu og'ir kuzovni tortib ketish uchun. Shuning uchun har doim ehtiyot bo'linglar muomala qilganda. Yaxshi gapirib qo'yaveringlar, yaxshi muomala qilib qo'yaveringlar. Chunki sizlarning qarshiligidagi odam bo'lsa, mashina bo'lsin, sizlar kutmagan narsa bo'lib chiqishi mumkin, ko'rishingiz mumkin. W obrazli, V obrazli ham emas, Redino ham emas.